Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ko'plar aka salon narxi bo'lib ketdi deyishdimi? Haqiqatan shu rostmi? Hozir video davomida shuni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Bugun sanani bir tanishtirib o'taylik. Bugun necha bugun? 30 quyosh bu yoqdan olsam ham quyosh tushmaydi. Xullas, bitta like bosib qo'yamiz. Sergeli Moshin bozorida 30-noyabr haftaning yakshanba kuni qani bir ko'plar qatoridan shoshib bo'lib ketgan hozir salon narxida bilan bozor narxi bir xil bo'lib qolgan deydi. Ko'rib chiqamiz. Sabr qilib tursak do'stlar, hozir 2019'larda, 2018, 21'lar bir 24'lar bor ekan, bir ko'rib chiqamiz qani. Necha pul so'rayapsiz, chep? Yaxshimisiz? 9800. 9800 ko'tarilib tushdimi? Ya tushib ketdi, 10.5 o'tgan. 10.5 va 9800 ga tushdi. 9800 deb turibsiz. Deb turibmiz. Lekin yana $300 o'tib berasiz. O'tib beramiz. Kraskalari? Top-toza. Aha. Gazi bor, to'rtta yangi ballon, hammasi tayyor. Hammasi tayyor. Keyin do'stlar, hozirgi kunda zamonimiz shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Agar quyosh panelini o'rnatmoqchi bo'lsalar ham bemalol Ne'matjon akaga o'tasiz, chunki sababi Ne'matjon aka o'zi har hafta fura quyosh panelarini olib kirib turibdi. Aloqaga chiqinglar, Xushzavzdan chiqyapmiz desangiz, sizlar uchun zo'r narx qilib berishadi. Aka, endi bizlar endi tirishimiz endi reklamadan. Hozir siz ham Cobalt reklamasi menga pul bermaysiz-ku, yo pul berasizmi? Qistir qing mayli. Bu hafta. Albatta hozir. Aka, Cobaltchi bozordan bor, ishoning hech qaysidan pul olmaymiz. To'g'ri, bilamanmi? Xolis xizmat. Xo'p, biz faqat narxini kelishib so'raymiz. Tayyor gazi bilan oxir bo'lgan joyi 9.5 beraveramiz. 9.5. Kraskalari aytdingizmi? Top-toza. Top-toza. Probegini ham aytdingizmi? 100 ming yurgan. 100 ming yurgan mana. Oq Cobalt avtomat, tayyor gazlar. Avtomatmi? Yo'q, mexanika. Mexanika ekan. Mexanika bu. Mexanika ekan. Bo'ldi. Gaplashib ko'ramiz. Bo'ldi. Yaxshi, 24 larchi bular. Avtomat. 11.800 ga beraveramiz. Aha. 24-yil toza. Avtomat. Yana. Bu benzinda yuradi. Benzinda yurgan. Bo'ldi. Barakasini bersin. Xo'p, mayli, mexanika so'ragandan telefon nomerimizni qo'yib qo'yaylik. Mana shular qo'yib qo'ying. Telefon nomeri yozilganmi? Yozilgan. 99 da. Aha. 113 Aha. 65 92. Siz xo'jayin bo'lgansiz sizga beramiz. Akaga 99lik. Bilasan nima uchun ko'pchilik? Kerak emas. Ha, sababi soat 12 da ham telefon qiladi, 1 da ham telefon qiladi. Shu sababdan pretenziya, to'g'rimi aka? Pretenziya shuda asosiy pretenziya. Shunday. Ha. Sotilib ketgan mashinani ham aka siz o'chirmaysizlar-ku, sizlar kuzatadida. Ha. Lupepe telefon qiladi. Telefon qiladi. Amerikadan ham telefon qiladi aka. Aka, xursand bo'lmaymiz, Amerikadan telefon bo'lyapti aka. Amerikalardan. Xullas, akalar to'g'risini aytsak, misol uchun akalarda hozir to'g'risi Bilmaydi. nasrlar yo'q ekan, to'g'rimi ko'pchilikda? Ayni ish avjiga chiqqan paytda telefon qilib qo'yapti-da. Kelishtirib ber. Beramiz. Sizni Xurshidning nomidan kelsa, cho'tka qilib sketkalar bilan qilib beramiz, ha, bonuslari. Lekin aytdingiz, shuncha odam oldi. Javob bo'ldi gap. Bu ukamiz ham, lekin ukamiz ham tushmaydi, umuman qadri tushmaydi. Bilmadim, kimdir. Ana Marat ismli shaxs izlanmoqda emas chiqdi. Qayman 23 ta bor ekan, 20lar necha puldan? 20 Gentra bor mana 8300 ga, mexanika. Gaz, propani bor. Gentra narxlari yaxshi. Aytgan Gentra narxlari tushdimi-ku? Mana ham narx-navo tushirib tashladi bugundan. Aksiya bo'lyapti-yu. Yo'q. Necha pulda o'zi bular? 8300 ga beryapmiz mana bular. O'zi bular 9000 atrofimida yo Bular 10000 atrofida edi. 8300. Mexanikami? Mexanika. Mexanik. Kraskalari tozami? Kraskasi bor, ikkita joy, uchta joyda petnometdan sepilgan. Probegi? Probegi qancha edi ular? +40 ming. 140 ming. Bo'ldi. Ajoni bor, klassiklari ham bor ekan. 23lar 90 ming. Mayli, dars yurib ko'rsataylik qani. 20lar necha pul ekan? 9200 yozilgan ekan. Assalom. Yaxshimisiz? $300 o'tib berasiz, 8000. 8800. Nimasi probegi 106 ming. Kraska petno qayerda? Krilo kapot. Целый. Ha, krilo kapot. Metan gaz bilan yuradi. 90 litrlik. Bu mexanikami? Mexanika ekan. Yaxshi, barakasini bersin. 25 dan necha pul ekan? 7400. 7400 yurgan u. Aha. Probek. Bunda 13200 kam bor buni. Bu salon narxi necha pul edi bularda? Salonni bilmadim. Hozir narxi tushib ketdi-ku, dollar hisobiga. Yo'q, dollar narxi tushdi. So'mga o'sha. Plyus minus balansi baribir. Ha, mayli, xo'p. Qani ko'raylik darsni. Charchamang. Xo'p. Bular 20 ga 20 bilan necha pul ekan, shep? Assalomu alaykum. Narxi.
20 ga 21. Kim bu ham sizdanmi? Nechta mashin bu? 10 ming ekan, 78 ming yurgan ekan. Ikkinchi pozitsiya, mexanika ikkinchi pozitsiyasi. Gaz bor. Kraska? Yo'q, kraskasi yo'q, toza mashina. Kelishtirib bitta chiroyli naqsh qilib bering bittasini. 10 ming ozgina shikami bor-da, o'tirgan. Dehqonlardan ham bormi? O'tamiz. Ha, 300 so'm o'taverasiz. Yo'q, javchi emas ekan. Bozor Qo'lni ko'ryapsiz. qanaqa siqishga qarab. Yana hafta yana o'sha yangi yil yaqinlashganga narxlar yana Yengilda hamma oladi. oz sezonda. Yaxshi mashina olib ketadi. Mayli, 93lik 335 mi? 26 gaplashib ko'ringlar. Qani dehqon akamiz? Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kimdan? Bu mana aka. Vaqtini beradi. Aka. Kim? O'zingiz sizdanmi? Diviziyadanmi? Yo'q, sotmayman. Menga pul kerak sotayman. Diviziyadanmisiz o'zingiz? Ha. Yo'q. O'zim shaxsiy mashinam. Ha, o'zingiz minib yurgansiz. Pul kerak uchun sotaman. Qani, necha pul so'rayapsiz? 11600 so'rayapman. Aha. 43 yurganda. 43 ga isbot qilinmaydi. 23 metani bor. Metani bor. 24 dokument qilganman salondan chiqqan. 23 oxirida. Puli nechi pul endi? 11600 so'rayapman. 26-fevralga dokument qilganman Moskvadan. Aka, oqsoqollar necha pul so'rayapti? Ha? Oqsoqollar necha pul so'rayapti mana? Real tirikchilikka keldi. Bozor qilishga 11300 so'radim. 10200 ga bermadingiz. Hozir necha pul so'rayapsiz? 11600 so'radim. 10200 ga bermadingiz. 11600 esa so'radi, ko'p so'radi. ha, qancha beragansiz? 1.5 beraman. 11,5. Yana bir ikisini silab berasiz, ha? Yo'q. Yo'q, o'sha akalarim $100 xarajat qiladi, $200 qo'yib sotadi. Yo'laman dedim, yetmay qoldi. O'sha uchun sotaymi? O'zim men yurgan mashina. Gaplashinglar balkim 11400 larga, 300 larga baraka bo'lishi mumkin. 300 ga beraman. 400 ga bersa hadisi mumkin. Telefon nomerlar. 77lik Aha. 067 Aha. 0850. 0850. Bo'ldi, aloqaga chiqaverasizlar. Shu yerdan bitta pauzani bosib qo'y. Xo'p, do'stlar, Telegramga ham olib qo'ydim. Telegram kanaliga o'tib qo'yasizlar. Hafta egasi egalaridan chiqsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Egalarga ham Telegram kanaliga qo'yib qo'ydim. Bu safar pastga silkasini qo'yib qo'yaman, o'taverasizlar. Xo'p, telefon nomerlar 77lik 067 0850. Aka, kraskasi toza, tekshirib olaveradi. Ishga omad, charchamang. Xo'p. Bu yerda do'stlar, Besprobek. Assalomu alaykum. Shep, narxi necha ekan Besprobeklar? 14,5 ming. Ha, 14,5 ming. Bu koja salonmi? Ha. Koja salon. Koja emas saloni $1000 arzonmi? 13400 da. Koja salon. Bu yerda esa koja saloni o'sha monitori bor. Fullida oxiri. 26 bosganda kuzovga. Buni ochib qaragan. Kuzovga 26 bosgan bo'lsa kerak do'stlar. Lekin 26 kelmagan hali, 26 kelishi 1 yil bor. 1 oy bor aytgandek. Qani? Qaysi tomonda edi? Covid qaysi tomonda edi aka? Bu tomondami? Aytdim-ku 26. Mana do'stlar, ko'zlarimni ko'rishlaring mumkin. Cobalt. Hozir biz 2025-yilda turibmiz, lekin kuzov 2026. Marhamat, ko'rib qo'yinglar. Mana. Yashasin. GM. GM zo'rda bor aka. Sog' bo'ling. Charchamang. Sog' salomatlik. Xo'p. Davom etamiz. Dehqonlardan izlashga harakat qilamiz. Akamiz ham yaxshi inson. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yangiliklar bormi? Ko'plarda. Shu Qaysi-qaysida? Narx tushib ketdi-yu. 19 bor. Endi o'ziga qara. Nech pul 19 da? Buni 9,5 ming. 9,5 ming? 128 ming yurgan kraskasi topdi. Gazi yo'q. To'rtta yangi balon qo'yilgan. Aha, 4 yangi baloni bor. 9300 bo'lsa berib yuboramiz. 9300. Xo'p. Qaysilar bor yana? Endi odamlar mana bu Dartmon Blue avtomat. Aha. Dartmon Blue 23 46 ming yurgan kraskasi top-toza. To'rtta yangi baloni bor. 4-pakalina propan gazi bor. Ham tayyor desashki. Orqasida. Buni bo'ladigan narxi 11300 bo'lsa beradi. 11300. Ha, yaxshi. 25imiz bor mana. 25 7600 yurgan ekan. Kilometr yurgan. Aha. 25
Top toza kraskalari buni ham Mhm. ozgina yurgan endi. Aha. Buni 12300 bo'lsa bera olamiz. 12300, 7625. 7600 kilometr yurgan. Yangilar necha pul o'tiribdi ular? Besprobeklar hozir. Yangilari endi har xili chiqib ketdi-yu. Aha. Ani yangi chiqqanlarini ular narxini hali men bilmayman. Biz unaqa sotmadik hali. Ani staylli 12400 500 sotilyapti. Ha. Bu qachon oluvdingiz bu mashinani? Qaysi bunimi? Ha. Kecha olib kirdik. Ha, kuni kecha. Ha, yaxshi. Kecha. Bo'ldi, allaqachon nomer qo'yib qo'yaylik. 99 070 776 71. Ya'ni $300 o'tib berasa, yo oxirida narxni aytdingizmi? Buni bo'ladigan taqalgan narxini aytdim-da. Endi bilasiz, Savdosi yo'qmi? bo'ladigan narxini aytaman. Bo'ldi, shep. 12,5 so'rayapmiz, endi o'tib beryapti. 2 so'm o'taverasiz, ha? So'm beramiz. Bo'ldi, charchamang. Xo'p, yaxshini ko'rishamiz. Xo'p, qaysidan bu? Akalar 25, mana 5000 km turgan. Assalomu alaykum. Divideniyadamiz, brat? Nech pul narxi? 12300. Oxirgisi style. 12300 ekan oxiri. Xo'p, 20 lar ko'raylik. Assalomu alaykum. Nech pul ekan 20 lar? 108 ming yurgan. Yaxshimisiz, tuzimisiz, charchamayapsizmi? 10200 so'm. 10200 so'rab turib $300 o'tib beriladi, to'g'rimi? 2020 108 ming yurgan, metan gazi bor, kraskasi toza. Mexanikami bu? Mexanika ekan. Bo'ldi, rahmat. Sizga omad, shep. Xo'p. Bu yerda mana besprobeklar bir ko'rib chiqaylik. Style. Bu besprobeklar nech pul ekan narxi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ye, aka, yaxshimisiz? Shart emas lekin. Bu narxini ayting. Narxi 12700. Ha, narxi 12700 ekan. 12700 300 o'tib bersa 12400 ga berar ekan. To'g'rimi? Aka, gaplashsam kelmay qoldi, bor-ku. Chiqim nima qilaman? Ana. Gaplashsam kelmay qoldi. Mayli. 6000 yurganlar bor ekan. Besprobek. Bu nima ekan bu? Staylmi? Hoji aka, sizdanmi? Nimadir bo'ldimi bu qator? Nasrani yo'q lekin. Xo'p. 2014 lar. 2014 nech pul ekan, brat? 2015 18 bu yoqda 19 69 ming nech pul ekan? 9800 bo'lishi ekan. Mexanika. 69 ming, kraskasi gaz yo'q, kraskasi toza. Avtomat. Avtomat. Ko'pchilik peshin vaqti bo'ldi, do'stlar. Peshinga do'stlar, ko'pchilik kirib peshinga o'tib ketganlar. Besprobek 2025. Nech pul ekan narxi Besprobekda? 13200 deyapti. 13200. Bu 13200 varianti do'stlar, bu style. Style. Hozir ko'ramiz. Yaxshi. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum, chep, yaxshimisiz? Bemalol. Narxi Besprobek 25. 4-pozitsiya, 36 km yurgan. Bu style. Kuzov 25. Nech pul bu? Assalomu alaykum. Qalaysan? Buni 13200 dan so'raymiz. Aha. Obunachilingizga 13000 qilib beramiz. Hoji aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, dembil bo'ldingmi? Dembil bo'pti-da, ha? Qaraysan, bo'ying uzib ketdi. Xullas, aytgan narxdan $100 $200 arzon so'rayverasan. Qaysilar bo'yaman? Mana yangi chiqqan Missing bor. Ha. Besprobek shunaqasidan bor. U anavmi materialismi, kojami? Yo'q, bu stayli xuddi shunaqa chiqqan, faqat monitor anaqasi o'zgargan. Monitor o'zgargan, ha? Monitor qo'yilgan, lekin mana bu monitor ikki xil varianti bo'lar ekan. Buni koja salonlisi bo'lar ekan, materialli saloni. Koja salon, salon style. Style. Midnight'da anaqa bo'ladi. Kojali salon. Shunaqa bo'ladi, faqat koja bo'ladi. Albatta bunisi. buni narxi nechi pul? 13200 yo 13300 qardash. Bo'lishicha. Bu 13100. 13 ming de. Qo'ysan-chi, aldamay. Gaplashaverasizlar. Xullas, chetdan.
97lik 720 43 gaplashib ko'ringlar do'stlar. Charchamanglar. Xo'p, 25 ming yurganlar. Nech pul bular? 25 ming yurgan. 12 ming nechi pul? 12 ming 600. 25 ming yurgan. 4-chi pokoleniya gaz bilan Midnight, original. Midnight. 12 ming 600. 25. Mayli, charchama ukam. Ko'rishamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Uka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Best probek Cobalt. 25 ga 26. Aha. Mana 26. Monitori bor. Bu koja emas, saloni. Koja salon $1000 qimmat yuradi. Nech pul buni narxi qorani? Qorami bu? 13,5 ming. Bo'lishi? 100 mi? Salom. Yaxshimisiz? Hollaringiz yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Sal kelishtiring narxini. Bilasizmi? Shtir sizga 300 oling. 300? 13300 mi? Yana kelishtirib beradi. Qora rangi. Qora rang. Aqi ham bor. Mana mokrisi ham. Mokrilar. Mokri Bir xillar. bir xil. Ana. Zarariga Odatda beraveramiz. ha, odatda qorasi qimmatroq bo'ladi $100. Barakasimiz. Telefon bilan yozib qo'yaylik. 93lik 598 0770. Mexanika so'raganligi zo'ri bor. Qani? 20 motor, Aha. 55 ming yurgan. Aha. Propani 4-chi pokoleniya, ABS bor. Kraska toza. 12 mingga beraveramiz. Bo'ladiganini ayting-da, bo'ladiganini. Nech pul qilib bering yoki? $300 o'tib bering. O'shanda 11700 mi? Ha. Mayli, sizga beraveraman. Yo'q, beraveraman. To'g'ri, qo'lga Ranga. ko'rsatishimiz kerak. Ay, mana 24 bo'lsa 55 ming yurgan kraskasi hozir probega kraskasi yo'q, Agar to'g'rimi? mana shu Xrushchak kanallardan ko'rib keldim deysiz, 11700 ga beraveraman. 11700, 24 55 ming yurgan. 24 55 ming kraskasi yurgan, toza. ABS bor, Aha. kraskasi top toza, propani bor, 4-chi pokoleniya. Hozir shushtirlik qilmayapsizmi? Yo'q, yo'q, zarariga beraveramiz. Zararigami? Ha, действительно zarariga. Ha. Narxni Bo'ldi. olib, 90lik 931 88 99. 99 telefon qilaverasizlar. Ishlaganman. Aha. Xrushchaganmi, Xrush obzori orqasidan keldim deganligi. Ha. Begonaligi ham qimmatroq sotaman. Bo'ldi. Chunki ko'p narsalarni reklama qilib beryapsiz, oke? Barakasini bersin. Barakasini bersin. Bitta pauza bosib, Telegram kanalini tashlab qo'yay. Ishlaganmi, charchamang. Xullas do'stlar, qaranglar, Telegram kanalimiz bor. Egalarning o'zidan hozir narxlarni bemalol sochib ko'rsalang bo'ladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyat yaxshimi? Tuzukmi? Nima yangiliklar? Ha, hozir gap bo'lim. Ha, xullas do'stlar, o'sha Telegram kanaliga o'tib qo'ysalaring, realni egalarning o'zidan chiqarib o'tamiz. Narx-navoni misol uchun sochib ko'rsalaring bo'ladi. Kimga ma'qul bo'lsa, bosib ko'rsalaring bo'ladi. Bosuvsalaring bo'ladi. Nima bor yangilik? Yangilik ko'p aka. Qaysidir? Yangilik zo'r bor, bespra. Ko'rsating mana. MCM. O'sha anada Qimmati. Qimmati. Eng qimmati 13,5 ming salondan chiqadi. To'g'rimi? Aha. 13200. 13,5 ming salon turibdimi? Salon 13,5 mingdan chiqadi. Yo'q, Mana 13200. Qorasi 13200 mokris. Mana. Olib ketaversinlar. Sizdan kelsalar bo'ldi. Tez nomeringizni ayting. Tak, nomerim 90lik 027 67 07. 67 07. Bo'ldi, aloqa qilib ko'radi. Xudo xohlasa shu kecha kunduz 200 dan olib ketaversin. Next kerak bizi bor. Keldi. Tamam aka, jonim. Aka, lekin 100 qo'shganida, lekin bu yoqqa Aka, skidka olib ketdi. 100 dan. Yo'q. Bormi zo'ri? Zo'ri bormi? Ana. Bo'ldi, ana martlar, yo'q, Sergeli Moshin bozorida do'stlar, martlar ko'p. Xullas telefon qilaverasizlar. Barakasini bersin, charchamanglar. Hisob bo'lsin aka. Xo'p, ishga omad, charchamang. Ana do'stlar. Gap yo'q. Ko'raveramiz. Bitta ko'p chiqib turibdi, bu baraka bo'ldimi deymanda. Hozir so'rab o'tamiz. Yo, yana bir qator. Qani, zo'rmi narxi? Nima o'ylayapti? Baraka bo'ldimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani? Ya, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Hali bo'lmadimi, Ikrom aka bu? Mana Riyan sotildi. Mana shu ko'p bilaman, sotildi. Hozir narxini so'raymiz. So'rayman. Mana, akamiz chiqyapti. Qani? Bu yerdan turib olsang. Hoji aka, nima bo'ldi? Baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldimi? Mana aka bilan suhbatlashib turing. Assalomu alaykum, shef, yaxshimisiz? Jo'yingizni ko'rdimku men. Ya, ana jo'y ko'rdingizmi? Qani, realni qanchaga baraka bo'ldi? Realni 11900 ming. Yili probegi? Yili 24 43 ming. 43. Narxlar tushibdimi? Avtomat bu. Barakasini bersin. Yaxshi kunlarga bilan. Qayerga ketdi, xudo xolasa? Qashqadaryo kitob. Qashqadaryo Sila, kitob.
Alangalik salom. Charchamang, yaxshi kunlarga bunday aka, charchamang. Yaxshini ko'rishamiz, xo'p. Mana realni baraka bo'lgani. Xo'p. Jiyan nechi pul narxi? Qancha? 23-77 ming probek. Avtomat. 11,5 ming. Qayerga ketdi xudo xolasa? Vodiyga barakasini bersin. Kraskalari? Toza. Toza. Charchamaysiz. Rahmat. Xo'p. 23-28 ming yurgan narxi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Necha pul qilib berasiz? 11,5. 11,5. So'ralishi? Bo'lish. Bo'lishi. 11,600 so'raladi. Qalblarga qo'l solamiz, yana bir qism o'tib beradilar. Kraska topdi. Top-toza. Nomerlarni yaqin tushirib qo'ysang, telefon qilaverishadi, patishlar. Xo'p. Ketdik, dальше. Bu nima ekan bu 25 ming propan gazi bilan 22 ming yurganlar narxi necha pul ekan, shep? Assalomu alaykum. Bilmayman. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Pajazaka. Sizga bitta like bosib qo'ysin. Qayerga o'say deydi. Ravshan avtobi bosing. Narxini ayting aka. Sizdanmi Ravshan aka? Roshan aka. Hoji aka buni kimniki bu? Roshan aka aytgisi kelmayapti narxni. Bez probeklarchi? Staylmi bu? Stayl Vesprabek. Bez probek qancha ekan narxi bu? Bilmayman, biz moshlar orqada. Orqadami? Bu necha? 25. Ish yopiq ekan. Ekrani bor ekan 25. Xo'p. 13,5? 13,5 ming ekan. Xo'p. Yo'da. 920. 9 ming yurganda nechi pul ekan, shep? 23lar. 11,700. Kamnavo. Kelishgan joyi. 300 o'tib berasiz-da? Ha? 300 o'tib berasizmi? Yo'q, 300. 200 mi? 11,5 bo'lsa baraka. 11,5 mana. 29 ming yurgan. Probeklar halol? Halol. Tekshirib olaveradi. Avtomat. Kraska? Top-toza. Nomerlar qo'yib qo'y, qiziq qolmagan. 97lik 735 1777. Brat, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka kim edi aka? Akasiman. Radnoy akam. Gap yo'q gap. Shogirdimiz. Siz shogirdingizmi? Shogird. Bu sotadi o'zi. Gap yo'q. Nima baraka bo'ldi nimadir? Yo'q. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, tuzimisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyat yaxshimi? Tuzimisiz? Sizdan kamandi. Aha. Oshna og'ayni ota ukalar hammasi. Ha, Hoji akalar. Hoji akalar. Ana. Gap yo'q. Akamiz Hoji aka mashiniklar dedi. Yo'q, aka u. Ana yo'q. Hoji akalar, siz mashinik deydi, odam. U gapga biz ana nima deydi? Putur yetkazmaymiz. Qo'shilmaymiz. Endi bozorda misol uchun qarang, har xil inson bor-da. Misol uchun kimdir yaxshi yo'ldan pul topadi, kimdir aldov. Misol uchun internetga misol uchun nagli yuzini chiqarib, mana o'zimga javob beraman deganlar, mana halol ish deganlar. Yuzini yashirib qo'shadiganlar, endi qarz borlar bo'lishi mumkin. Astag'firullah. Endi bunaqa bo'lganda biz shu paytda mana shu turmas edi. Yildan beri mana shu nonini yeyapmiz, Xudoga shukr, birovni aldab anaqa qilgan joyimiz yo'q. Bitirgan shotga kelgan. Top o'tib. Tirikchilik. Mana shu bola biladi mana. 9-sinfni zo'rg'a bitirib. Yuzingni bekitmasdan bundan olib chiqaver. Shu yerda hamma tirikchilik akalar. Hamma tirikchilikda. Gap yo'q. Barakasini bersin. Hammamiz bitta joydamiz, ulfatimiz. Yaxshi. Ana hozir salonlarda 13500 ga hozir 13200 danmi haqiqatan bozorda? Shunaqa. Bormi Salon sizda? qanaqa bo'lsa, shunaqa sotilyapti. Salon nech pul bo'lsa, shunaqa sotilyapti. Undan ham pasrog'i ham bor. Undan ham pasrog'i ham bor, lekin bizda hozir yengili tugagan. Aha. Ikkitamiz bor edi, Bespravik tugadi. Sotilib bo'ldi. Sotildimi? Barakasini bersin. Endi mexanika qoluvchilar bo'lsa, aha. Puli yengilroq mexanikamiz bor mana. Necha pul narxi? 7800 bo'lsa beramiz buni. Ana, yili 7800. 15-yil moshina ha. Pulti bor, yaxshi balon, pixol registratorlar bilan jihozlangan. Ha. 7800. Bo'lishmay kelishamiz $200. Kelishtirib beramiz. 7500 da siz oxirgi qo'lingizga tegargan. Baraka qilaveramiz, shularning gapi gap mana. 7,5 bo'lsa 7,5. Ko'nib qo'yamiz deyman. Men Bespraveklarimiz bor edi, mana ko'rib turibsizlar. Aha. Sotilib bo'ldi. Qanchaga ketdi mana realni? Nech puldan sotildi bu? 13200. Salom alaykum, yaxshimisiz? Mana u aytganda 13200 ga baraka o'zi. Ketdi. Yo'qmi boshqa? Bormi yana? 13200 mana ketdi. Barakasini bersin. Hop, qora bor, qora holuvchiga.
24-yil faqat. Aha. 12 ming yurgan. Aha. Hop, buni bo'ladiganini 12 ming qilib beramiz. 12 ming. 12 ming. Bu akamiz do'stlar yaxshi inson. Kelishib chiroyli qilib berasiz, hamma probega kraskasi javob berasiz. Bemalol kelishadi, tekshirishadi, probegini, kraskasini tekshirib bo'lgandan keyin yoqda aka yo uka desa, bo'ldi, zaklatini olamiz. Bo'ldi. Telefon nomerlar? Telefon nomeri o'sha 99 861 67 86. Bemalol kelaveringlar. Ishlab omad. Salomat bo'ling. Yaxshini ko'rishamiz, charchamang, sizga omad. Akamiz mana ketdi, barakasini qilib, xudo xolisa ishga omad. Charchab qolmasmi? Qani akangiz haydab chiqdi, sizmi? Bo'ldi, baraka. Ma'lumotini oldik. Yaxshi kunlarga mining aka, charchamang. Qo'ldan kelgancha do'stlar, mana Cobalt narxlarini ko'rsatib o'tdim. Bu yoqqa rozi bo'lasizlar. Kam ko'zga ham do'stlar. Nima deymiz? Hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar, charchamanglar.